Assalomu alaykum turdashlar. Hozir bu başbat yasash darsimizga davom so'zlab o'tsam, biz bilan DIY bilakni qo'zg'atib olaylik. Bo'ldi. Endi biz ma'runga masat darsini baylanib bir yozma ko'rsatib boqaylik. Masalan, men 3 dona 3 bilaklik ramkadan birini qatab, shuning o'ziga mazmunlarni chiqaray. Men buni mavzusini o'chirib turdim. Әмісі башлап кеттік. Bu yazmani nereden çıkarımızsa bu bilek model türünü açmız. Bu orundan munbar türüden yazma degan türü tava. Şoň yazma türünü söylep berdim ha qarаңlar. Qo'yib berdim. Endi men bu orunga asapda eng yangi temalarni chiqaray munbardagi. Bilek belgisi bo'ldi. Ma orundan yazma türü. Ma orundan nima tanlaymiz? Eng yangi temani chiqarmoqchiman men. Şoň men bu yerden eng yangi temani tanladim. Tanlagandan keyin bu yerden barliq sahiflarni tanlayman. Bu munbirimiz yo'llagan barliq temalarning ichidagi eng yangi temalarni xillab bergan gap ham bu. Barliq sahiflarning ichidagi eng yangi yozmani chiqaraman. Endi ma'lumotni boshqa yerga tegmaymiz. Ma'ni tanlab qo'ysak rasm chiqarib qo'yishimiz biz rasmni chiqarmaymiz. Endi men ikkidan tanlashtirib diqqat qilinglar. Bunun birinchisi eng oxirgi inkas vaqti bo'yicha ta'dir tuzish. Bu degan gap inkas qaytolgan temalarni tizib bergan gap. Shuning uchun buni tanlasak, bekitimizga eng yangi inkas tema degan narsani ko'rsatib berdi. İnkas qaytolgan temalar üstüge tizilib mağdı. Endi ma'runda yangi yo'llangan vaqt bo'yicha tizilsa, yo'llangan vaqtni bo'yicha tizilsa, eng oxirgi yo'llanganini eng baş chiqaradi. Demak, eng yangi temalar shunga tizilib chiqadi. Endi bu yerdan eng yangi temalarni shunga bayni chiqarsanglar bo'ldi. Men qayta so'zlab o'ltamay. Ma'rundan birini cheklanmaydi qilib o'tamiz. Endi temaning uzunligi necha qilib olgan bayam 200. Ma'lumot tegmaydigan bo'ldik. Başlanğan qimmatlarni tegmaymiz. Ko'rinadigan soni nechini ko'rsatib bersin? 30 dan yangi temani ko'rsatib bersin. Nechiga chasaq bo'ldi? 1 minut yanglab ba. Vaqtida yanglash. Endi bu yerda tashlashtirib ha. Yechib, maydonlashda ishlashgan. Bu. Qaranglar. Birinchisi ichki yozma mavzusi. Bu yerda faqat mavzularni chiqarib berdi. İkinci bir tür yazma mavzu va inkas soni. Ya'ni ma'runga oldi bilan yozmaninki ya'ni temasini uning keyingi tarafiga manchi parcha inkas tushirildi degan inkas soni yozib berdi. Mana o'zi yozma temasini ham ko'rilish qatim sonini chiqarib berdi. Mana o'zi avotlik qatim sonini chiqarib berdi. Uning keyinda ma yozma, uning keyiniga yozma yo'llangan vaqtni chiqardi. Mana o'zi eng oxirgi inkas qaytilgan vaqtni chiqarib berdi. Mana o'ziga yozma ham avtorning ismini chiqarib berdi. Ya'ni tema uning keyiniga yo'llagan odamning ismini chiqarib berdi. Qatorliq shu bir narsa turlar bo'yicha bor. Turdoshlar shundan hammasini chiqarib ko'rib boqsa bo'ladi. Masalan, men odatda ko'pincha shu ko'rilish qatim soniga shu turini tanlab qo'yma, tanlab muqimlashtirish qilib yotdik. Qaranglar. Bo'ldi. Endi mayaga yangi mavzu deydi. Mushohada qilsak, buning temalarni bizga ketdi, mavzu yo'q. Shu men mavzu qo'yib o'taman. Yangi yazmalarda bilan saqlab turar ekan o'xshayli. Bo'ldi mana. Bu bilak bu yerga qatildi. Qaranglar. Hozir bu yerda 30 dona yangi yozma bor. Eng oxirgi yo'llangan yozma bu betni o'zgartirib beringlar deb birisi tema yo'llabdi. Telefon qistirib, mana men bayam yo'llagan, ammo betni o'zgartirib bersak bo'ladi. Mana endi ko'raylik. Endi men mayatni o'tab qaytib bir tahlil boqay. Hozir men kendik 3-9 deganlar nimasi ko'rilish qatim soni. Endi men o'zgartirdim. Qarang, ko'rilish qatim soni bo'yicha tizmay yozma yo'llash vaqti deganni tanlab boqay. Mana. Miyaga tema chiqdi, ma'runga yo'llangan vaqt chiqdi. Endi o'xshashlar mushundan boshqasini ya'ni bizlar masalan uning keyindan avtorni bo'yicha tanlab boqay. Mana chiqdi. Demak, mani islomimiz ma yo'llabdi, mani men buloqcha yo'llabman, qahramon yo'llabdi. Ammo bir temalarni men yo'llabdim, yana temalarni boshqalar yo'llabdi. Shu uchun bo'lsin. Demak, mushundan turdoshlar o'zi ko'rib tanlab boqsa bo'ldi. Biz buni ozroq bizayli. Mana o'zimniki ko'nglimdagi oltimga kelib qo'yay.
Masalan, yazma bilan ko'rish qatim sonini chiqarib ber. Endi biz shuni yasashga boshlaymiz. Oldindan biz buniki yasaganda mavzusini qilib bo'ldik. Muxassisga tegmaymiz, ishlab tugadi. Sonliq ma'lumot degan nima qoldi, yangilash degan nima qoldi. Mavzudan boshlab ketili. Oldin shaklni tanlab bunday qaylar. Shakl deganni ochdim qaranglar. Bu yerdan yan ramka deydi. Ma'ning o'zi men qaysi rangda bilsak ular. Ma'ni birini tanlab etib, birinchisi ni tanlab baqay ko'rib baqalar unimini. Bu oq rangli ekan. Shu men oq rangli moslashtirib, va shundan turi versin bo'ldi bu kichkina chiqadigan oq ranglikmi. Men ham o'xshashdan ma'rundan shakl deganni tanlab, masalan, odatda 5 ism ko'p ishlatamiz, ma'lum chiroyliq. Masalan, mana ishlasak bo'ldi, ma'ning ramkasi o'zi chiqadi ekan, Mushu ish tanlab ishlasak bo'ldi. Mana bu eng yangi yozmalarni chiqarish usuli. Endi eng yangi inkaslikni men qisqacha so'zlab o'tay qaranglar. Birini tanlab berdim. Burundan bilak belgisini yozdim. Yangi inkaslik tema bo'lib kelsin, ma'lumotni qaysini tanlayman. O'shan bu yangi yozma bo'ldi. Bu yerdan barliq sahifa deganni tanlab qo'ydim. Undan keyin ma'lumotga yana bayam deganda mana eng oxirgi yo'llanma inkas vaqti bo'yicha tizish degan gapni tanlab qo'ydim. Buning temasini chiqilib oldik. 200 Anın 30 1 minut vaqtida bir yig'lab menga buni deb qo'yla. Endi ko'rinadigan soni anın 30 va 30 chiqsin. Ma'lumotga inkas soniga asosan deb yozib qo'ydim. Muqimlashtirib etdim. Qaranglar. Bo'ldi. Mana eng oxirgi inkas qilingan tema mushuning inkas qaytiribdi. Azalar 2 soat turib ishlash deganga. Ma'lumotni mavzuni aytib bilan mavzu yozib o'tayman. Bo'ldi. Tanlab etdim. Chiqdi mana ozroq bir shakl o'zgarish kirgizili. Shakl deganni tanlab men altini tanlab boqaya bir xil shakl chiqa. Bo'ldi. Buni saqlab etdim. Bo'ldi. Mana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi eng yangi 30 tema, men eng yangi temalar degan gapni tizib bergan gap. Darsimiz